3-bob. Sahro yigiti. Chol o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Ularning gapirishayotgani arang eshitilib turardi. Otliq bo'g'iq ovoz bilan: "U nega bu yerga keldi? Yoki ajali yetibdimi?" dedi. "Uchovi ham mening mehmonim. Bularning sho'rpeshonalariga Xudo nima yozganligini ko'rsatib qo'yaman. Bularga tegishga haqqing yo'q. Bu 5 ta qo'lni qayerdan olib kelding?" "Bular tajribali miskar va qurol yasovchi ekanlar. Karvonga qo'shilib ketayotgan ekan. Bu karvonni soqol mo'ylovini olib qo'yay deb tursam, qandaydir bek uchun jayron ovlab yurgan 200 ga yaqin yigit paydo bo'lib qoldi. Tuyalarni tashlab qochishga to'g'ri keldi. Tuyachilar qochib ketishdi. Faqat 5 kishini tutib olib keldim. Endi bularni Marvga jo'natib pullayman. Ishingga Xudo rivoj bersin." Uy egasi yangi mehmonni o'tovga olib kirdi. Mehmon baland bo'yli, keng yelkali va xipcha belli yosh yigit edi. Beliga ko'k qilli uzun xanjar osilgan, tuya terisidan tikilgan baland poshna sariq etagi, qo'y terisidan qilingan uzun telpagi va qora to'ni uning turkman ekanini bildirib turardi. Uning qorashidan kelgan jiddiy yuzi va bo'rtib chiqqan yonoqlari ham shuni tasdiqlar edi. "O'tga yaqinroq o'tir", dedi mezbon. Biroq mehmon gilamga o'tirmay, eshik yonida turib qoldi. Uning katta ko'zlari Bayo'g'lining ko'ziga o'xshar edi. Jaloliddin boshini ko'tarmasdan: "Sen kimsan?" deb so'radi. "Sahroyi. Chorvachimisan yoki boshqa hunaring ham bormi?" "Savdogarlarning soqolini olaman." Cho'l taomilida bunday javob dag'allik hisoblanar edi. Gulxan atrofida o'tirganlar boy va yo kambag'alligi, tanish bo'lishi yoki bo'lmasligi qat'iy nazar hammasi teng hisoblanadi. Odatda sog'ligi, qo'y podasi qayerga ketayotganligi haqida bir-biridan hol-ahvol so'raydi. Lekin bu turkman janjal chiqarmoqchi bo'ldi shekilli. Jaloliddin unga bir nazar tashlagach, yerga qaradi. Labining bir chekkasi sal titrab ketdi. Yo'qsa Jaloliddindek ulug'xon oddiy ko'chmanchi bilan janjallashib o'tirsinmi? "Bu kishining aytishiga ko'ra, sen Urganch yo'lini axtarar emissan. Men olib borib qo'yishim mumkin", dedi turkman biroz jim o'tirib. Jaloliddin botir, lekin uni oti charchagan. Bu yer unga bexatar, chunki uning mehmondo'stlik qonuni saqlaydi. Yo'lga chiqqan taqdirda bu turkman uni sog' qo'ymaydi. Shuning uchun xon: "Hozir Urganchga bormayman", deb javob berdi. "Hazin dunyodan ketayotgan, ingrab yotgan kim?" Qaroqchilar yarador qilgan odam. "Bu battoqira Hanjarning ishi bo'lsa kerak. Bu cho'l qoploni hech kimni ayamas emish", dedi darvish. "Boshqalar qora Hanjarni talamagan deb o'ylaysanmi? Jahongashhtalik shamoli puch yong'oqdek cho'lda yumalab borgan bir odamman. Nima ham deya olar edim", dedi darvish. "Qora Hanjar suvsiz bir bepoyonda yashaydi. U qumda sho'ng'ib yuradigan kaltakesak yoki qamishzorda sirg'alib yuradigan ilondek chaqqon. Unga hech kimning qo'li yetmaydi. U esa har yerda hozir." Jaloliddin kabobni aylantirib, beparvolik bilan: "Qaroqchilik qilgan kishining oqibati yomon bo'ladi. Uning boshi Urganch devoridagi xodaga sanchilib, hammaning boshidan yuqoriga qo'yiladi", dedi. "Qora Hanjar yovning ketiga tushgan tund ko'lankasi", deb so'zda davom etdi turkman. "Qora Hanjar 3 hanjari, g'azab nayzasi, qasos shamshiri. Qora Hanjar hozir yolg'iz. Uning na o'g'li va na og'aynisi bor. Bir kun emas, bir kun halok bo'lib, o'tovi turgan yer bo'shab qoladi. Shu yaxshi bo'ladimi?" "Yaxshi bo'lmaydi albatta", dedi Jaloliddin. "Qora Hanjarning mo'ysafid otasi, botir og'aynilari, go'zal singillari bor edi. Muhammad Shohga yuzlarcha ot kerak bo'lib qolsa, u o'zining Qibchoq askarlari bilan bizning elatga kelib, 100 emas,
300 yaxshi otlarni olib ketardi. Allaqanaqa ko'chmanchilar qayerdadir Qipchoq xonini tanlagan emish. Mana shuning uchun sizlarga jazo bo'lsin deb xotinlarining kumush ziynatlarini tortib olardim. Shoh saroyida 300 ta xotin bo'lgani holda Qipchoqlari bilan kelib, yuzlarcha yigitlar o'rtasida talash bo'lgan eng yaxshi qizimiz Guljamolni olib ketdi. Uni saroyga qamab qo'yib, 301-xotinim dedi. Shu ham yaxshimi? Bu ham yaxshi emas, dedi Jaloliddin. Lekin 100 ta yigit shunday qizni qo'ldan berib yuborishlari yomon bo'libdi. U vaqtda yigitlarimiz bu yerda emas edi. Qipchoqlar ayyor. Bizning tarafga qay mahalda kelishi juda yaxshi bilishadi. Menga qara yigit, dedi Jaloliddin. Otam, og'a inilarim, opa singillarim bor edi, dedingmi? Hozir ular qayerda? Mo'ysafid otamni shoh jallodlari tutib olib, Urganch maydonida tomonidan boshigacha qiyma-qiyma qilib tashladilar. Og'a inilarim sharqqa, g'arbga qarab qochdilar. Opa singillarimni Qipchoq sarbozlari tutib olib ketishdi. Shu ishlari yaxshimi? Bu ham yaxshi emas, dedi Jaloliddin. Endi qaysi go'rga boray? Qani aytchi, nima qilishim kerak? Jaloliddin qizg'in so'zlay boshladi. Agar qiliching tug'ilib o'sgan elatimizni dushmandan saqlash uchun ko'ngilda yarqirasa, agar karvon yo'llarida ermak qilib yurishdan boshqa mardlik ko'rsatish ixtiyoring ham bo'lsa va buyuk bayrog'imizni tayanch bo'lishni istasang, Urganchga, mening yonimga kel. Senga doim chiqarishni o'rgatib qo'yaman. Turkman yengi bilan labini artdi-da, jahl bilan, menga qara bek, dedi. Men Urganchga borsam, shohning josuslari qashqirlardek izimga tushadilar. Baribir o'lsam ham taslim bo'lmayman-ku-ya. Lekin buning nima keragi bor? Xotirjam bo'l, senga shikast yetmaydi, dedi Jaloliddin. Urganchning qibla tomonidagi darvozasiga kelsang, katta terakli bir bog'ni ko'rasan. Darvozabonlarga Tillali degan bog', yangi saroy shumi? Meni egasiga olib boringlar, degan va mana bu qog'ozni ko'rsatgan. Jaloliddin misqolish sallasining qatidan bir parcha qog'oz oldi-da va o'rta barmog'idan oltin muhr uzukni chiqardi. Muhrni o'tga tutib qoraytirdi-da, qog'ozning bir chetini tupik bilan hullab bosdi. Qog'oziga naqsh bilan yozilgan nom tushdi. Qog'ozni o'rab, o'rtasidan 2 bukladi. So'ng tizzasiga qo'yib tekisladi-da, Turkmanga uzatdi. Turkman qog'ozni o'pib, peshonasiga tekizdi-da, belbog'iga osilgan mis chaqmoqdonga solib qo'ydi. So'zingizga ishonaman, bek. Boraman. Xayr, deb Turkman chiqib ketdi. Mezbon ham jimgina uning ketidan chiqdi. O'tov oldidagi gulxanda katta mis qozon qaynar. Qor eriy boshlagan zax yerda 5 ta ozg'in qul jurdur kiyimlarga o'ralib o'tirar edi. Bularning qo'llari orqalariga bog'langan, bo'yinlariga solingan sirtmoqning bir uchi esa yung arqonga bog'langan edi. Qo'llar yonida gajak bo'yniga kumush yugan solingan, jilovning bir uchi esa egar qoshiga bog'langan saman ot turar edi. Qo'llar bog'langan arqonning bir uchi egarning qoshiga o'ralgan. Turkman otga mindi. Yur! Kofir hayvonlar. Qiyshadigan bo'lsalaring, o'liklaring yo'lda qolib ketadi. Qullar o'rinlaridan turib, ketma-ket oqsoqlanib yo'lga tushdilar. Turkman qamchisini ko'tardi. Ha demay hammalari adirning orqasiga o'tib ketdilar. Mezbon o'tovga qaytib kirdi. Muhtaram mehmon, uzoqda 100 ga yaqin otliq ko'rindi. Biz tomonga kelayotir. Bilaman, Xorazm shohning yigitlari meni axtarib yurishgandir. Men hozir so'zlashgan yigit kim? Mezbon xuddi Turkman kirib qolishidan hadiksiraganday pichirlab, bu Qoraqumning qoploni, karvon yo'llarining ofati, dong'i ketgan qaroqchi Qora Xanjar bo'ladi. Xudo o'zi insof bersin. 4-bob. Odil hokim. Hoji Rahim ko'chmanchinikida qo'nib, tor so'qmoqdan 2 kun yo'l bosib shimol tomonga
Gavjum Xorazm shaharlari va qishloqlari o'rnashgan Jayhun daryosining etagidagi vohaga tomon ketdi. Eshak sekin yurar. Hanuz hushiga kelmagan kasal savdogar mingan tuya uning ketidan bir maromda qadam tashlab borar edi. Darvesh arab va fors ashulalarini aytib borar, Xorazm masjidlarining rang-barang gumbazlari ko'rinishini kutib, yiroqqa tikilar edi. Qum tepalari orasidan o'tgan tor so'qmoq 3-kuni Toshloq tepaga qarab chiqadigan katta yo'lga tutashdi. U yerdan gullayotgan bog'lar, dalalar, terakzorlarga ko'milgan go'zal yerlar ko'rindi. Daraxtlar orasidan uylar, qora qum bosgan to'p-to'p o'tovlar, badavlat Qipchoq xonlarining qo'rg'onga o'xshagan qo'ralar ko'rinar edi. Unda-munda xuddi islom nayzasi singari minoralarning uchi chiqib turar va ularning yonida masjidlarning rang-barang naqshlar bilan bezalgan gumbazlari ko'rinar edi. Suv quyilgan 4 burchak yerlar oynaday yaraqlaydi. Bu yerlarda yarim yalang'och, juldur kiyimli, oyoqlari kishan solingan kishilar yurardilar. Darvesh tepalik ustida to'xtab, o'zicha shivirladi. Mana jannat bo'ladigan yer. Lekin u azob va ko'zyosh vodiysiga aylanibdi. Bundan 15 yil burun bu yerdan qo'rquvdan nafasim tiqilib, jinoyatchidek u yoq bu yoqqa qarab qochgan edim. Oftobda qoraygan darvesh o'sha vaqtda imom qarg'igan yigit ekanini hozir kim biladi? Yur Bakir. Bugun biz musulmon hokimlarining eng kuchlisi, lekin eng mashhuri Xorazmshoh Muhammad hukmronlik qiladigan poytaxtlar poytaxti, dunyodagi shaharlarning eng boyi Urganch darvozasi yonida tunaymiz. Darvesh yana yo'lga tushdi. Yo'lda chandbar shohli katta ho'kizlar qo'shilgan arabalar, piyoda yo'lovchilar, bezatilgan ot mingan va yasangan suvoriylar, oriq eshak mingan va oftobda qorayib ketgan dehqonlar uchray boshladi. Har tarafdan sigir va qo'ylarning ma'rashi, podachilarning shovqini eshitilar edi. Birinchi qishloqdayoq darveshni uzun oq tayoq ushlagan odamlar o'rab olishdi. Sen qanday odamsan? Faqir darvesh bo'lsang, nega tuya yetaklab yuribsan? Yur, xonning oldiga, seni o'limga hukm qilsin. Darveshni baland paxsa devor bilan o'ralgan hovliga olib kirishdi. Katta gilam solingan ayvonda yo'l-yo'l to'n kiygan oriq chor-chordana qurib o'tirardi. Uning katta oq sallasi, hafsalar bilan taralgan oppoq soqoli jiddiy va o'tkir qarashi, ohista harakat qilishi unga yaqin kelgan kishilar yuragiga vahima solar, ular tiz cho'kar edilar. Uning yonida yoshgina mirza bukchayganicha qo'liga qamish qalam ushlab farmon kutib o'tirardi. Kimsan? Deb so'radi hokim. Muhtaram onamning gunohkor farzandiman. Ismim Hoji Rahim Bag'dodiy. Bag'dod shayxlarining shogirdiman. Yiroq yo'llar kezib, qorong'u lahad pinhon qilgan taqvodorlarning izini qidiraman. Chol shubha bilan qoshini chimirdi-da, darveshga tikildi. Tuya ustidagi xasta kim? U nega sallasiz? Komil musulmonmi yo dinsizmi? Odamlarning aytishlaricha, sen uni yarador qilib, bor bisotini o'g'irlab sotibsan. To'g'rimi shu? Darvesh qo'llarini Fotihaga ochdi. Ey Parvardigor, pushti panohim, yolg'on so'zlashdan boshqa ishi bo'lmagan tuhmatchilarga hayronman. Mening g'am-g'ussalarim bilan ularning nima ishi bor? Hokim ko'rsatkich barmog'i bilan ma'nodor qilib tepani ko'rsatdi-da, shivirlab, rostini ayt. Bu hasta to'g'risida nimani bilasan? Deb so'radi. Darvesh qaroqchilar talagan karvonlarga duch kelgani va bu yaradorning joniga oro kirish uchun nechog'lik uringanini so'zlab berdi. Chol kumush soqolini silab, balki bu yarador juda katta odamdir. Balki uning qo'li quyoshga yetar. Hastani o'zim ko'ray, dedi chol va kavushini kiyib ayvondan tushdi-da, tuya yoniga keldi. Uni g'ala-g'ovur ko'targan aholi qurshadi. Bu xastani bilamiz. Bu kishi urganchlik boy savdogar Mahmud Yalavach. Mana tuyada uning tamg'asi ham bor. Mahmud Yalavachning 200-300 tuyali karvonlari Tabrizga, Bulg'orga va Bag'dodi sharifga qatnaydi. Hokim aholining so'zini tinglab bo'lib, lablarini tishladi-da, o'z hukmini mag'rurona bayon etdi.
Mirza esa yozib oldi. Bilgan mo'tabar kishilar bu xastaning urganchlik ma'lum savdogar Mahmud Yalavoch ekanligini tasdiq etganlaridan uni ohistalik bilan tuyadan tushirib mening uyimga olib borishni va tabib chaqirib davolatishni buyuraman. Bir hasta musulmonga yaxshilik qilgan darvish yo'lida davom etsin. Savdogar sog'aygach unga in'om bersin. Tuya darvishniki bo'lganligi sababidan egar sog'ayguncha mening hovlimda turadi. Hukm chiqarib muhr bosganim uchun darvishga qarashli qora eshak menga qoladi. Yozdingmi? Dedi hokim Mirzaga. To'g'ri aytasiz, taqsir, dedi Mirza shivirlab hokimga ilova qildi. Donishmand darvish, ol mana bu bir dirhamni. Men faqirning xazinamdan. Hoji Rahim chaqani qo'liga olib, peshonasiga surdi. Keyin o'pdi-da, kaftiga yashirib turib, sizning donoligingiz cheksiz, odil hokim. Siz meni yarador va tuyaning tashvishidan, eshakni boqish g'amidan ozod qildingiz. Men ojiz bir kimsaman. Saxiy qo'lidan ko'rning zarang kosasiga tushadigan qora chaqaga o'xshash narsaman. Agar sizning saxiyligingiz kumush soqollaringiz singari sof bo'lsa, bu dirham dinorga aylanadi, dedi. Hoji Rahim kaftini ochdi. Kaftida oltin dinor yarqirar edi. Chindan aytaman, muhtaram sardor, sizning oyog'ingiz yetgan yer sira hosilsizlik yuzini ko'rmaydi. Hoji Rahim yana kaftini yumib, indamay turaverdi. Hokim va uning atrofidagilar esa goh bir-birlariga, goh darvishning yumilgan kaftiga qarab hayron bo'lib turishar edi. Men unga dirham bergan edim. Buni aniq bilaman. Biroq hammalaring buning qo'lida oltin dinor ko'rdilaring, dedi sardor. U kutilmagan abjirlik bilan darvishning qo'liga yopishdi. Ber oltin dinorni. Qozilik xarajatlarim uchun berishing kerak. Hoji Rahim kaftini ochdi va sardor pulni tortib oldi. Biroq qarasa, boyagi dirham edi. Hokim o'ziga dam soldi-da, ayvonga chiqib ketdi. Hoji Rahim borib eshagidagi xurjunni oldi va yelkasiga tashladi-da, orqasiga qaramasdan, "Yohu! Hu! Yo haq! La ilaha illallohu!" deganicha Urganch tomonga yo'l soldi. Vasiliyan, Chingizxon romani. Tarjimon Sobir Muhammedov. 5-bob. Muqaddas darvoza. Hoji Rahim Urganchning jimjit ko'chalarining biridagi baland paxsa devorga suyanganicha o'ylardi. Hamma yoq bir necha yil ilgari qanday bo'lsa shundayligicha qolibdi. Hali ham o'sha o'rik va tut daraxtlari orasiga ko'milgan uylar. Hali ham o'sha feruzadek osmonda oq kaptarlar uchib yuribdi. Ulardan ham balandroqda qora kalxatlar ahyon-ahyon ovoz chiqarib, sekin parvoz qilmoqda. Hali ham devor ustida gullagan akas daraxtlari osilib yotibdi va ular ostida kichkinagina sinashda eshik turibdi. Uning naqshlari hali ham ko'rinadi. Bir vaqtlar bu eshikdan pushti ko'ylak kiygan zangovor ro'mol o'ragan qiz chiqardi. Hozir u qayerda ekan? Unga nima bo'ldi ekan? Eshik ochilib, uzun pushti ko'ylak kiygan, boshiga havorang ro'mol tashlagan bir qiz chiqdi. U ko'krak ko'targan edi. Uning biroz bo'rtib chiqqan yanoqlarini, biroz so'zilgan ko'zlarini, kiyimini va ro'molining tugunini ko'rgan kishi bu qizning turk qabilasidan ekanligini bilib olardi. U ashula aytib, bog'chaga kiradigan ariqchani tozalay boshladi. Suv esa paxsa devor tagidan tozalangan quvurdan oqib o'tardi. Qiz birdan qaddini tiklab, qorachadan kelgan qo'lini qoshiga qo'ydi-da, ko'chani boshiga qaradi. Ko'chaning boshida kimdir titroq ovoz bilan ashula aytar edi. Kechalar sabrim tugar, tong otguncha bedorman. Tonggacha yulduz sanab, yulduz ko'ziga zorman.
Yangi oy chiqqan kecha, qayrilma qosh yodga tushar. Toshga qo'yganda boshim, u bag'ri tosh yodga tushar. Bag'ri tosh qayrilma qosh, menga nasib bo'lg'aymikin, yoki qaddim qoshiday hajrida qayrilganmikin. Ko'chaning boshida ko'k chakmon kiygan va alvon kiyikchasini qisib bog'lagan to'riq ot mingan yoshgina yigit ko'rindi. Qo'y terisidan tikilgan telpagini qoshiga tushirgan bu yigit o'ynog'i toyini bitta-bitta bostirib kelardi. Yigit otga bir qamchi berib, birdan chopa ketdi. Qiz turgan yerga yetgach, to'xtadi. Qiz qo'lidagi kuragini tashlab, hovliga chopib kirib eshikni bekitib oldi. Yigit telpagini boshining orqasiga surib qo'yib, asta yo'lida davom etdi. Eshik qiya ochilib, qiz mo'raladi. U hadishlab u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi-da, kuragini olib kirib ketdi. Sersoqol issiqdan qorayib ketgan, quloq kiyib hojilarga o'xshab salla o'ragan quroq to'nli darvesh ko'r singari uzun hassasini dukillatib ko'chaning bu yuziga o'tdi. U oyoq bu yoqqa qarab olgach, eshikka qisilib olgan bir parcha pushti lattan sekin olib qo'yniga soldi. Shundoq dedi o'ziga. Bu yerlar burungidek, o'sha daraxt faqat o'sibdi, qalin bo'libdi. O'sha eshik faqat biroz qorayibdi, qiyshayibdi. Qiz ham o'sha 16 yoshimda sevgan qizga o'xshaydi. Ammo o'shaning o'zi emas. Ko'p yillar savatda o'rik ko'tarib turgan, o'zi ham o'rik singari qip-qizil va shirin qiz qayerda ekan, ha? Hamma narsa eski zamondagidek. Hatto anavi eski minora ustida ilgarigidek qarchig'aylar aylanadi. Faqat Hoji Rahim ilgarigi Hoji Rahim emas. Darvesh hassasi bilan eshikni qoqdi. Qari odamning yo'talgan ovozi eshitildi. Eski qayrag'och eshik ochilib, beli bukchaygan, qotma oppoq salla o'ragan chol chiqdi. Yo haq, dedi darvesh. Chol yoshlanib turgan qizil ko'zlarini unga tikib, belbog'ining qatidan eski charm hamyonni oldi. U hamyonga qonsiz, mum singari barmoqlarini tiqib, yupqa qora chaqa oldi. Allohumma salli ala, dedi darvesh chaqani o'pib. Bu uyda kim turadi? Yakkayu yagona Xudoyimdan kimga umr tilay? Bu uyda men turaman. Ammo uy meniki emas. Qori Ma'sum temirchiniki. Qori Ma'sumning bozor boshidagi temirchilik do'konini va Qur'on aslaha ishxonasini hamma biladi. Din yo'lidagi kishilardan ehsonini ayamaydi. Ismi sharifingiz nima? Karomat egasi. Meni karomat egasi deb yuksak nom bilan atamang. Men shohning eski tarix yozuvchisi Mirza Yusufman. Shoir demish. Qarisamda ho'kizday bo'yin turuk bo'ynimda. Bola chaqam maftuni va kuluman uyimda. Uyim, mulkim, bor yo'g'im barmoq bilan sanarliq. Lekin jafo sanoqsiz, g'am o'tida yonarliq. Jafolardan netayki, menda aslo yo'q najot. Yo'q. Har holda siz karomat egasiz, dedi darvesh. Siz menga qora dirham berdingiz. Sizning bu xayringiz chin ko'ngildan bo'lgani uchun dirham darhol oltin dinorga aylandi. Chol engashib, darveshning qush panjasiga o'xshagan qo'liga qarasa, oltin dinor turibdi. Men shuncha umr ko'rib, muqaddas kitoblarda aytiladigan karomatni hech ko'rmagandim. Yo, siz karomat ko'rsatishga qodir darveshsiz, yo bo'lmasa bozordagi ko'z bog'lovchi singari nayrang qilib, ko'zlari zaif cholni mazax qilmoqdasiz. Mana dinorni o'zingiz sinab ko'ring. Xizmatkoringizni bozorga yuboring. Kabob, asal, shirin qovunlar keltirsin. Balki
o'sha nozi ne'matlardan to'g'ri Bag'doddan kelayotgan bechora yo'lovchiga ham berarsiz. Siz shonli Bag'doddan keldingizmi? Unday bo'lsa uyga kiring va u yerda ko'rgan bilganlaringizni so'ylab bering. Men esa ajoyib dinoringizni kuchini sinay. 6-bob. Shohning tarix yozuvchisi. Chol sariq etigini sudrab, hovlidan o'tib ayvonga chiqdi. Kelavering ketimdan, sayyoh. Darvesh cholning ketidan g'isht yotkizilib devor bo'yi aylantirib ensiz gilam to'shalgan uyga kirdi. Tokchada 2 kumush ko'zacha va shishadan yasalgan iroq jomi turardi. Uyning shipiga rangli vassa yaxshilab terilgan. O'rtasida tutun chiqib ketadigan mo'ri ishlangan. Cho'rchopda pista ko'mir alangalanib turibdi. To'rda 3 temir sandiq bo'lib, hammasining ham qopqog'i ochiq. Ichida sariq charm muqovali katta kitoblar ko'rinadi. Darvesh hassa va boshqa narsalarni eshik oldida qoldirdi. Kavushini yechib, cholning yoniga bordi va tiz cho'kdi. Chol g'uldiragan ovoz bilan "Bent Zankija" deb chaqirdi. Tovoniga tushadigan uzun to'n kiyib, boshiga havorang salla o'ragan bola kirdi. U qo'llarini qovushtirib, farmon kutib turardi. "Mana bu oltin dinorni ol. Uni saqlabga berib ayt. Saqlab bobo, rastadagi kumush va oltin solingan sandiq oldida o'tiradigan hind pul maydalovchilarga bering. Ular shashqol va bezbizaq ham sotadilar. Ana shu yerdagi qariroq biror hind sarrof bu dinorni qalbaki emas desa, kumushga mayda qilib bersin. Saqlab kumushni olib, sayyohlar ovqat olib keladigan rastaga borsin-da, haqiqat izlovchi bu muhtaram mehmon hozir senga aytadigan ovqatlarni olib kelsin." "Xizmatkor nimalar olsin?" dedi bola darveshga qarab. Darvesh bolaga qaradi. Uning latif yuzi tanishdek ko'rindi. Qayerda ko'rgan ekan? Darvesh xizmatchiga ayting. Savat olsin-da, necha yillar ko'rmagan akasini nimalar bilan siylamoqchi bo'lsa, shuni olsin. Xizmatchining o'ziga havola qildim, dedi. Chol bolani imlab chaqirdi-da, quloqiga shunday dedi. "Saqlab bozordan qaytganidan so'ng bu yerga odatdagidek juldur kiyimda kirmay, mening eski to'nimni kiyib kirsin. Sen dinorni unga bergach, siyoh qalam va qog'oz olib kel. Hozir bu kishining aytganlarini yozib olasan." Bola chiqib ketdi-da va biroz o'tgach qog'oz, dovot va qalam ko'tarib kirdi. "Qani aytingchi sayyoh, avval ismingiz nima, so'ngra qayerliksiz va qanday qilib Bag'dod sharifga bordingiz?" "Otim Hoji Rahim Bag'dodiy. Basra yaqinida kichkina bir qishloqda tug'ilganman. Men sizning barcha savollaringizga javob berishga tayyorman. Lekin avval meni tashvishga solayotgan bir narsa to'g'risida gapirganni ruxsat eting." "Qani gapiring", dedi chol. Bag'dodda katta madrasadagi mashhur mudarrislar qo'lida tahsil ko'rdim. Men bilan birga bu ilm mash'alalaridan yorug'lik axtargan mullavachchalar orasida hamma vaqt ma'yus, kam gap, nihoyatda tirishqoq bir yigit bor edi. Men unga sayyohlik kamarini belimga bog'lab, jahon gashtalik hassasini qo'limga ushlab, shonli Urganch, Buxoroy sharifga, go'zal Samarqandga safar qilaman desam, u yigit menga shunday dedi. "Hoji Rahim Bag'dodiy, agar siz Xorazm shohlarining boy shahri bo'lgan Urganchga borsangiz, bozordan g'arbiy darvozaga olib boradigan katta yo'ldagi 3-ko'chaga kirib, u yerda temirchi va yaroq aslaha furush Qori Mahsumning uyini toping va ulardan so'rang. Mening muhtaram ota-onam sog' salomatmikinlar? Mening Bag'dodda nima qilib yurganimni ularga so'zlab bering. Bag'dodga qaytib kelganingizda ular to'g'risida bilganlaringizni menga ham so'zlab berasiz." Men unga va'da berib yo'lga tushdim. Biroq tasodif shamoli va ko'rgulik dovuli meni dunyoning u burchagidan bu burchagiga uloqtirdi. Men Hindiston quyoshining harorati ostida yo'l bosdim. Tatariston cho'llarini kezdim.
Xitoy podshohligini tatarlar hujumidan saqlaydigan buyuk devorga qadar bordim. Bukirib turgan okean sohillarida yurdim. Tianshanning qor bosgan sirtlaridan oshdim. Hamma yerda musulmonlarni uchratdim. Shunday qilib Urganchga Bag'dodlik do'stim tayinlagan shu ko'chaga yetib kelgunimcha ko'p yillar o'tib ketdi. Mana u aytgan hovlini ham, oppoq akas daraxti tagidagi eshikni ham topdim. Va nihoyat siz karomat egasi bilan gaplashib o'tiribman. Siz bu yerda mana shu hovlida turgan va bundan 15 yil burun Urganchdan ketib qolgan yigitni tanisangiz kerak. U yigitning ismi nima edi? Dedi chol qovog'ini solib. U yerda bilimlarning oliy saroyida Abu Ja'far Xorazmiy deb atardilar. Chol, bu nomni tilga olgani qanday jur'at etdingiz? Baxtsiz, deb qichqirdi og'zidan ko'pik sachrab. Siz uning zo'r gunohkor ekanini bilasizmi? Yosh bo'lishiga qaramay, o'zini ham, ota-onalarini ham malomatga qo'ydi. Oz bo'lmasa barcha qavm qarindoshlarini ham baxtsizlik chuquriga tashlar edi. U juda yosh edi-ku. Qo'lidan nima kelardi? Odam o'ldirib qo'ydimi? Yoki aslzoda beklardan biriga suiqasd qildimi? Bu battol Abu Ja'far badga qarshi yoshligidan o'zining zo'r qobiliyati va tirishqoqligi bilan o'zga ko'rinib qolgan edi. U boshqa mullavachchalar qatorida o'qish, husnixat va kalomi sharifdan mudarrislarimizda tahsil ko'rardi. U hamma darslarda peshqadam bo'lib, Firdavsi, Rudaki va Abu Saidlarga taqlid qilib yaxshigina she'rlar yozardi. Biroq uning yozgan she'rlari boshqalarni tarbiyalashga emas, faqat havoyi kishilarni qiziqtirishga xizmat qilardi. Chol shivirlab davom etdi. Bu badbaxt yigit shakkoklik yo'liga kirdi. U mo'ysafid ulamolar va imomlar bilan bahs munozara qilib, soddadil kishilarni shubhaga solib qo'ydi. Nihoyat imom unga: "Sen jannat yo'lidan emas, jahannam yo'lidan ketayotirsan" deganida, Abu Ja'far unga dag'al bir tarzda: "Qoch nari, meni jannatga boshlama. Sen tasbih o'girish, ibodat qilish va sabr qanoatli bo'lishlik to'g'risida va'z aytganingda, men Muhammadning masjidi, Isoning qo'ng'iroqlari chalinadigan monastiri yo bo'lmasa Musoning sinagogi orasida qanday farq bor ekan deb ajablanaman. Men Xudoni axtarib hech qayerdan topolmadim. Xudo yo'q. Uning nomini sotib yurganlar o'ylab chiqarganlar. Mening pirim Ibn Sinodir", dedi. Shunda imomlar unga la'nat o'qidilar va tutishga amr etdilar. Ular minbat illatlik she'rlarini yozmasin deb shahar maydonida uning zaharli tilini va ikkala qo'lini kesmoqchi bo'ldilar. Ammo Abu Ja'far juda ustalik bilan g'oyib bo'ldi. Dastlab otasi aybdor bolasiga rahm kelib bekitgan deb o'ylashdi. Xorazmshoh Muhammad bu gaplarni imomlardan eshitib, uning otasini tutib, kana bosgan zindonga tashlashni va bo'yniga umrbod va o'lguncha deb yozilgan zanjir osib qo'yishni buyurdi. Shoh agar otasi o'lib qolsa, to Abu Ja'farning o'zi o'z ixtiyori bilan kelgunicha uning o'rniga yaqin qarindoshlaridan birini qamanglar deb farmon berdi. Otasi hali ham zindondami? Deb sekin so'radi darvish. Uning katta ochilgan ko'zlari chaqnab, yuzi o'likniki singari bo'zardi. Otasi yer ostidagi zaxlikka, qorong'ulikka, dahshatli kana va boshqa hasharotlarga chidolmay o'lib ketdi. Jallodlar shohning buyrug'iga ko'ra uning kichik o'g'li To'g'onni tutdilar. Bo'yniga xuddi o'sha zanjirni solib, o'sha zindonga tashladilar. Qanday jinoyat, dedi darvish shivirlab. Men o'sha To'g'onga achinaman, deb so'zda davom etdi chol. Unga ko'p g'amxo'rlik qildim. To'g'on yo'ldan ozgan akasining izidan ketmasin deb unga g'amxo'rlik qildim. Ilm ma'rifat berdim.
Tog'am menda had-safot chiqardi. U hunarmandlik va harbiy o'yinlarga ham qiziqar edi. Shuning uchun yaxshi qurol aslaha yasashni o'rgansin deb Qori Ma'sum temirchiga shogirdlikka berdim. Hozir tog'orning o'rnini cho'ridan yetim qolgan Benzangija bosmoqda. Bu qiz o'qish, yozishga, turli she'r va qo'shiqlarni yodlashga juda layoqatli chiqib qoldi. Yillar o'tib ko'zlarim xira bo'la boshladi. Narsalar ikkitadan, oy uchtadan ko'rinadigan bo'lib qoldi. Benzangija mening yordamchim, mirzam bo'lib qoldi. U mening aytganlarimni yozadi va kitoblarni ko'chiradi. Mana qarshingizda qalam ushlab o'tiribdi. Shundan keyin darvesh hali eshikka kurak ko'tarib chiqqan qiz shu ko'k sallali mirza ekanini angladi. Darvesh unga bir qarab qo'ydi, lekin 16 yasharligida shu yerda ko'rgan boshqa bir qizni so'ragani botina olmadi. Darvesh hayajonini bosib dedi: "Ajabo, siz karomat egasi emasmisiz? Siz bir qizni o'qish va yozish san'atiga o'rgatibsiz. Endi u mirzalarga xos salla uraydigan bo'libdi. Sizning uyingizda hamma narsa ham ma'rifatga qaratilgan ekan." Chol barmoqlarini chalmashtirib darveshga qaradi. "Endi siz o'z to'g'ringizda so'zlab bering. Qachongacha jahongashta bo'lib yurasiz?" Darvesh bosh chayqab, qora o'tkir ko'zlarini cholga tikdi. "Otam, men cho'llarda sarson sargardon bo'lishga majbur qilgan ochlik. Onam ko'kragida suti qurib qolib, go'dakni to'ygiza olmay, g'am anduhdan zor-zor yig'lagan muhtojlikdir. Mening ustodim Jallod Shamshiridan qo'rquv. Ammo men, qayg'urma darvesh, sen hamisha o'zingga munosib ishlarni qilding degan ovozni eshitaman." Chol bosh chayqadi. "Siz bilimli odam ekansiz. Sizni har qanday qozi yoki viloyat boshlig'i jon dili bilan mirza qilib oladi. Mening o'zim ham shu ondayoq sizni shoh kutubxonasiga kotib qilib olardim. U yerda hatto ismi ham odamlarga noma'lum bo'lgan noyob kitoblar bor. Ularni ko'chirib ko'paytirish kerak. Shaharma-shahar sanqib yurishdan ne foyda? Jahongashtalik ko'chaning changi, loyi va oyoq ostidagi toshlarning nimasiga qiziqasiz?" Darvesh bosinqi ovoz bilan gap boshladi. "Menga sen nega o'z turar joyingni rang-barang gilamlar bilan bezatmaysan?" deydilar. Biroq qahramonlarning na'ra tovushlari eshitilganda hofiz ashulasining nima keragi bor? Ot jangga chopib borar ekan, qanday qilib men chamanda yotay? Chol hayratda qoldi. "Qanday jang to'g'risida gapirayotirsiz? Barcha musulmon hukmronlarining orasida eng kuchli va eng buyuk bo'lgan sultonimizga qarshi kim qo'l ko'tara olardi? Faqat uning o'zi urushni istagandagina boshqa jangovar qarorgohlarda olov yonadi. Mashriqdan dahshatli alanga kelmoqda. U hamma yoqni yondirib yuboradi." Chol bosh chayqadi. "Yo'q, Xorazm shohning qilichi qinida ekan, Mavara Unnahur vodiylarida va Xorazm podshohligining barcha chegaralarida tinchlik hukm surajak." Oyoqlariga zanjir solingan qari bir qul sekin xonaga kirdi. U ajoyib dinorga sotib olingan bir savat turli ovqatlarni olib kirdi. Holdan toygan cholning egnida kalta, yo'l-yo'l to'n. Uning uzun moshguruch sochi yelkasiga tushib turardi. U gilamga shoxi qiyiqchani yozdi-da, non, somsa, piyolada asal, pista, bodom, kishmish, qovnoqi va boshqa narsalarni qo'ydi. "Bu qari qul bilan so'zlashishga ruxsat etasizmi?" "So'zlashavering, muhtaram sayyoh." Darvesh quldan "Qayerliksan?" deb so'radi. "Uzoq Rus tuprog'idanman. Men otam bilan birga edim. Otam Volga degan katta daryo bo'yida yashaydigan baliqchi edi. Bu yerdagilar Volgani Edil deb ataydilar. Meni bolalik chog'imda qo'shni Suzdal knyazligining yigitlari ushlab oldilar. Knyaz degani bizningcha aytganda xon yoki bekka to'g'ri keladi. Bizning knyazlarimiz o'zaro urushadilar. Kim yengsa, yengilgan knyazning dehqonlarini, xotin-qizlari va bolalarini asir qilib oladilar. Keyin o'sha knyaz ularni boshqa davlatlarga qo'y kabi sotadilar. Men singlim bilan birga shunday qilib Bulg'or savdogarlariga sotib yubordilar.
Ular esa bizni o'zlarining Kama daryosi bo'yidagi savdo shahari bo'lgan Bilarga olib keldilar. Bu yerdan hamma asirlarni shular qatorida meni ham cho'ldan haydab urgancha keltirdilar. Singlimni qayoqqa sotib yuborganlarini bilmayman. Bunga ancha bo'ldi. Mana endi sochlarim ham oqarib, qari echkining singari osilib tushdi. Lekin hali ham daryo bo'yidagi o'z qishlog'imni bir ko'rsam deyman. Turkmancha va forscha tillarni o'rgandim. Agar asir tushganlar orasida o'zimiznikilar bo'lmaganida, ona tilimni butunlay unutib yuborardim. Ba'zan bozorda ham shaharlarimni ko'rib, bir-ikki og'iz so'zlashib qo'yaman. Bu yerda undaylar ko'p, hammasining oyog'ida zanjir. Oting nima? Deb so'radi darvesh. Meni bu yerda saqlab deb ataydilar. O'zimiznikilar esa hamon Slavka ota deyishadi. Botinim so'zlaganim uchun kechiring, deya chol darveshga ta'zim qildi. Eshitishimga qaraganda siz yurtma-yurt yurar emishsiz va ilm karomat bilan mis dirhamlarni oltin dinorga aylantirar emishsiz. Bunday bo'lsa, meni xo'jayinimdan sotib olish sizga hech gap emas. Meni sotib oling, sizga sodiq bo'lib halol xizmat qilaman. Ehtimol bizning tomonlarga ruslar turadigan joylarga ham borarsiz, shunda meni ham olib ketasiz. Siz mening qulimni o'zingizga og'itib olmoqchimisiz? Dedi xo'jayin xo'mrayib. Qul havas qilishni menga kim qo'yibdi? Dedi darvesh. Mening o'zim biron saxiy beradigan, bir hovuch so'qqa muhtoj odamman. Mayli, mening tuprog'im shu yerdan olingan ekan, dedi saqlab xo'rsinib. So'ngra baland ovoz bilan, "Qani, marhamat qiling, dasturxonga qarang", dedi va gilam ustida asta-sekin qadam tashlab, oftova bilan dastyo'l olib ketdi. Mirza Yusuf bilan darvesh qo'llarini yuvib, kashtalik sochiqqa artdilar-da, ovqat yeya boshladilar. Darvesh dasturxondagi ovqatlarning barchasidan yeb ko'rgandan keyin mamnuniyat bildirdi-da, ketishga ijozat so'radi. Jimjit ko'cha, darvesh daraxt soyasida eski eshikka qarab uzoq o'tirdi. Bir vaqtlar bu aziz chol meni qamish qalam ushlatib, alifbe yozishga o'rgatgan. Bu o'yinni endi ikkinchi qaytib ko'rmasam kerak. U bilan mumkin qadar uzoqroq hamsuhbat bo'lish uchun, uning qadrdon ovozini eshitish uchun bisotimda bo'lgan birdan bir dinorimni ayamadim. Endi yana yo'lga tushaman. Mirza Yusuf ham ajoyib mehmon chiqib ketgan eshikda uzoq tikilib qoldi. Benzdan kecha kirdi va dedi: "Aziz bobo Mirza Yusuf, bu darvesh Hoji Rahim Bag'dodiy bizdan qochib ketgan Dahriy Abu Ja'farga juda o'xshaydi" degan fikr yuragimga ilon kabi yopishib qoldi. Uning soqoli o'sgan, issiqdan qoraygan, shuning uchun siz uni ilgargi bolalik chog'iga o'xshata olmaysiz. Jim, yo'qsa uyimiz vayron bo'ladi. Men valilar la'natiga uchragan Dahriy bilan gaplashib o'tirarmidim. Bundan keyin bu kelib ketgan mehmon to'g'risida og'iz ocha ko'rma. Zamonamiz shundayki, g'azab qulog'i har bir teshikni bizning og'zimizdan chiqqan shivirlashlarni tinglaydi. Biz kechasi-yu kunduzi shoirning sukut kuch, boshqa hamma narsa zaiflikdir degan so'zini esda tutishimiz kerak. Do'stlar orasida ham indamaslik kerakmi? O'sha ulug' shoirning o'zi do'stingdan boshqa hech kimning oldida og'iz ochma degan emasmi? Umr bo'yi og'iz ochmaslik kerakmi? Yo'q, undan ko'ra ashula aytib, shod va xurramlik bilan o'lgan yaxshi. Jim deyman, deya baqirdi chol. Ey Xudo, o'zing madad ber. Yolg'izman, kecha uzoq, Buyuk Xorazmshoh dostoni hali tugagan emas. Men undan hamisha shodlik, qahramonliklar kutaman u buyuk ishlarni ko'rmay faqat qatl ko'raman. Qahramon buk, ichida oltindek yaltiroq kuyalar yuradigan va zaharli chayonlarga to'lgan tosh sanam bo'lib chiqmasa deb qo'rqaman. Alloh menga nazar sol va nuri pokindan bahramand qil. Ikkinchi qism tugadi.